Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. Eshikni bir yigitcha taqillatdi. Uning bir ko'zi yo'q edi. Shaharda hech kim yo'q deb o'ylagandim. Lekin doim har xil odamlar uchraydi. Yo g'alati oila, yo odamxo'rlar. Bu odamlar kim bo'ldi? Ryukzakimni mahkam quchoqlagancha mashinadan tushdim. Ular meni o'rab olishdi. Ko'rinishidan 12-15 yoshlardagi bolalarga o'xshashardi. 10 chog'lik men kabi yosh bolalar. Kimsan? Bu yerda nima qilib yuribsan? So'radi nihoyat bir ko'zli. Novcha bola menga yaqinlashdi. Ryukzakingda nima bor? So'radi u va ryukzakimni qo'limdan tortib olmoqchi bo'ldi. Nari tur. U bilan men gaplashyapman. Novcha boshini ekkancha nari qochdi. Sen qo'rqma. Biz o'zimizga o'xshaganlarga tegmaymiz. Kattalar xavfli. Buni bilaman. Ular bilan to'qnash kelganman, dedim past ovozda. Demak, aniq o'zimizdan ekansan. Shu payt bir bola yugurib kelib dedi. Andreyuxa, yana bir gala murdalar yaqinlashyapti. Ketish kerak. Bir ko'zli menga qaradi. Istasang shu yerda qol, yugurib yashirinib kun ko'rarsan. Xohlasang bizga qo'shil. Bizda yegulik, suv, yotoq bor. Garaj ortidagi axlatxonaga yurib bordik. Hamma to'xtadi. Bir ko'zli boshimga qop qiyg'azdi. Shunday qilish kerak. Balki biz bilan yashash fikridan qaytib qolarsan. Bizga esa chaqirilmagan mehmonlar kerak emas. Meni o'nqir-cho'nqir joylardan yetaklab ketishdi. Eshik g'ichirlashi eshitildi. Pastga tusha boshladik. Keyin yurishdan to'xtadik. Axlat to'la allaqanday yer to'la bo'lsa kerak. Kimdir boshimdan qopni oldi. Qop qorong'u edi. Lekin ko'zlarim asta-sekin qorong'ulikka ko'nika boshladi. Qani, welcome, dedi bir ko'zli qo'li bilan ichkariga ishora qilib. Meni ismim Andrey. Bu bizning kalamush uyamiz. Atrofdagi trubalardagi taxtachalarda bolalar o'tirishardi. Bir soatdan keyin men allaqanday vodka yeb o'tirardim. Xudoga shukr. Unda go'sht yo'q edi. Men ularga kanniballarni uchratganimni va boshqa boshimdan kechirgan voqealarni so'zlab berdim. Men sizlarga aytganman. Katta odamlar bizlar uchun juda xavfli. Ular kuchliroq, ayyorroq. Hammasi boshlanganida ko'pchilikning tomi ketib qoldi. Meni ota-onam unaqa emasdi. Bo'lishi mumkin. Tuzukroqlari birinchi oydayoq halok bo'lishdi. Eng ayyor, shafqatsizlari qoldi. Biz allaqanday qutilar ustida o'tirib ovqatlanardik. Bir payt 10 yoshlardagi qizcha menga qarayotganini sezdim. Birdan ko'zi bog'langan yigitcha o'rnidan turib ketdi. Kech bo'ldi. Uxlash kerak. Ertaga senga qiziq narsalarni ko'rsataman. U menga qulf osilgan eshikni ko'rsatdi. Ertalab meni uyg'otib boshpanasi bo'ylab sayr qildirdi. Shunaqa gaplar. Biz hali ko'pchilik emasmiz, lekin murdalarga, yeguligimiz ilinchida kelgan katta odamga qarshi tura olamiz. Anavi eshik ortida nima bor? Ombormi? Ketdik, deb yelkamdan turtdi. Balki keragi yo'qdir, Andreyuxa. Kechagi yigitcha chopib kelib qayerdandir paydo bo'lgan qizga g'alati qarab qo'ydi. Eshikni ochinglar. Bu yerga yangi kelganlarga yana bir bor ogohlantirish bo'lsin. Biz yanada qorong'uroq inshootga kirdik. Chidab bo'lmas darajada sassiq edi. Kimdir yo'talardi. Bir nechta qafasga ko'zim tushdi. Bittasida kimdir o'tirardi. Kim bu? Nega uni bu yerda saqlayapsizlar? Deb orqaga bir qadam tashladim. O'zingni bos, do'stim. Bu odamlarning kimligini bilmaysanmi? Qafasda yirtiq futbolka kiygan taqirbosh o'tirardi. Uning oyog'i chala bog'langandi. Yarasidan qora quyuq yiring oqar, joni og'riyotgani ko'rinib turardi. Bu kechasi kelib postda uxlab qolgan Markni bo'g'ib o'ldirgan. Uni nima qilmoqchisizlar? Balki qo'yib yuborarsiz. Qiynashni nima keragi bor? Eshitdingizmi? Mehmonimiz bu kalni qo'yib yuborishimizni istayapti. Kulgiga boshqalar ham qo'shildi. Keltirlaring. Bir ko'zi menga xo'mrayib qaradi. So'ng yana tirjaya boshladi.
Uni yelkasidan suyab keltirishdi. Uning yarasini bog'lash kerak, dedim men. Unga faqat bint beraman. U nima qilganini unutma do'stginam. Eshikni ochib, uni qandaydir hovliga itarib yuborishdi. Bu ko'cha emas, panjara bilan o'ralgan allaqanday berik hovli edi. Cho'loq kal kishi holsiz cho'zilib yotardi. Unga tegmanglar, ertami kechmi undan qutulishimiz kerak edi. Seni esa hozircha omading kelyapti. Biz bolalarga tegmaymiz. Sal kattaroq bo'lganingda 5-6 yildan so'ng agar esingni yig'ib olmasang, seni nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Yo otangni yoniga jo'natarmiz, yo shu yerda qoldirarmiz. Ko'zlarimga ishonmasdim. Bu shu qizchaning otasimi? Qorong'ulikda nimadir g'imirlardi.